ko'pchilik qo'rqoq bo'lib qoldim, falon bo'ldim, piston bo'ldim, bu yerim uchyapti, bu yerim tushyapti deganlar ko'pmi tahoratxonada bo'ladi. Nima uchun? Chunki u yer iflos joy, chiqindilar bor joy va jin shaytonlar o'sha yerni yaxshi ko'rishadi, shu yerda to'planishadi. Shuning uchun tahoratxonaga kirayotganda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom A'udhu bi kalimatillahi tammati minal xubusi val xabaisi deb kirganlar. Xubus degani erkak jinlar degani. Xabois degani urg'ochi jinlar degani. Bularni hammasidan Allohdan panoh tilayman deb chap oyog'ini oldin qo'yib kiradi. Bizda shunaqa poklanish kerak bo'lgan iflos boshqa ishlarga, boshqalarga chap taraf nima qilingan tayin